Toshkent 2025-yil 24-mart O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi hamda bir qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda Yashil makon tashabbusini qo'llab-quvvatlash maqsadida bosh reja va innovatsion moliyalashtirish yechimlari bo'yicha yakuniy seminar tashkil etildi. Bugungi seminarda o'sha amalga oshirilgan ishlar, ishlab chiqilgan bosh rejani taqdimoti bo'lib o'tdi. Yashil makon umumiy loyihasini amalga oshirishda ko'plab jihatlarga e'tibor berilgan. Bu ham bo'lsa o'sha joylarda ekologik holatlarni aniqlash, ko'cha turlarini aniqlash va iqtisodiy, moliyaviy va ekologik jihatdan bir qator masalalarni bosh reja o'z ichiga olgan. Har bir misol uchun o'sha yirik shaharlar o'rtasida yashil belbog'lar, yashil qalqonlarni joriy qilish. Bundan tashqari o'sha davlatlararo chegara hududlarida shu yashil belbog'larni amalga yaratish. Har bir shaharda yashil bog'lar, yashil jamoat parklarini amalga oshirish yo'li bilan o'sha O'zbekiston Respublikasida demak yashillik darajasini oshirish va o'sha har bir aholi jonboshiga eng kamida shu 30 kvadrat metr yashillik darajasiga ko'tarishni demak bosh reja o'ziga maqsad qilib olgan. Bunda demak bir qator o'sha tadbirlarni o'z ichiga olgan. Ushbu tashabbus cho'llanish, suv tanqisligi hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, o'rmon maydonlarini kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgandir. Qo'shma loyihamizda yakuniy seminari bo'lib o'tdi. Bunda asosan loyihamizning 3 ta asosiy yo'nalishi bor. Birinchi komponenti bu bosh reja ishlab chiqish bo'lgan. Bu yashil makon uchun bosh reja. Bunda biz xorijiy ekspertlarni jalb qildik va mahalliy ekspertlar bilan hamkorlikda butun boshli bir bosh reja ishlab chiqdik yashil makon uchun. Ikkinchi masala bizda yashil makon ishlab chiqilgan bosh rejani ekilayotgan daraxtlarning inventarizatsiya masalasi, O'zbekiston Respublikasiga yordam berish masalasi. Bunda bevosita mana prezentatsiyalarda aytib o'tilgandek yashil makon eko platformasini modernizatsiya qildik. Uchinchi masala bizda Surxondaryoda bizda ma'lum bir uchastkalarimiz bor, ko'chatxonalar bor. Ularni yangitdan shakllantirishda, yangi tashkil qilishda Afg'oniston 850 dan ortiq Afg'oniston fuqarolari va O'zbekiston fuqarolari bilan birgalikda ko'chatxonalarga jalb qilib, ko'chatxonalar tashkil qildik. Umumiy hududi 16 gektardan oshiq hududga ko'chatxona tashkil qilindi. Chinor, tut, boshqalarni kichkina o'sha yashil makonga kelajakda foydalanish uchun va bevosita bizda maqsadasi o'sha kam ta'minlangan aholini, ayollarni jalb qilib, ularni ma'lumot qisqa muddatli bo'lsa-da ish bilan ta'minlab, ularga rag'batlantirish bo'ldi. Oxirgi masala bizda karbon masalasi, yangi texnologiyalar va karbon masalasiga yo'naltirilgan bo'lib, bunda biz karbon auksionini tashkil qilish uchun kriteriyalar ishlab chiqdik biz loyiha doirasida va bu Vazirlar Mahkamasi uchun kiritiladi va ilgaridan hozir Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga taqdim qilindi. Endi bugungi tadbir shu uchala komponenti ham loyihamizda umumlashtirilgan holatda xalqaro hamkorlar bilan birgalikda uchrashib, qilingan ishlarni e'tirof etib, kamchiliklarimizni o'zimiz o'rganib va kelajakda qanday niyatlarimiz bo'lsa, bu yashil makonni, O'zbekiston Respublikasiga yashil makonni qo'llab-quvvatlash uchun qanday rejalarni belgilab oldik. Shu bo'yicha uchrashuv yakuniy seminar bo'ldi. Oxirgi 1 yil davomida xalqaro va mahalliy ekspertlar ishtirokida bosh reja ishlab chiqilib, unda strategik ko'kalamzorlashtirish, innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari hamda jamoatchilik ishtirokini ta'minlash masalalari aks ettirildi. Seminarda hukumat vakillari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti agentliklari, ilmiy tadqiqot institutlari va xususiy sektor vakillari ilg'or xalqaro tajribalar bilan o'rtoqlashdi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatidagi pilot loyihalar natijalari taqdim etildi. Tadbir yakunida o'rmon barpo etish bo'yicha yo'l xaritasi muhokama qilinib, kelgusidagi rejalar belgilab olindi.